Nima uchun hisoblagichlarni to'xtatish mumkin emas? Keling, buni har doimgidek ko'rib chiqamiz. Birinchidan, haqiqatdan ham hisoblagichlarni to'xtatish mumkin emas. Bu noqonuniy. Ba'zi odamlar shu yo'l bilan elektr, suv yoki gazni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Ammo ertami-kechmi bu narsa aniqlanadi. Qanday qilib deysizmi? Nazoratchilar oddiy, ammo samarali usuldan foydalanadilar. Masalan, xodim elektr energiyasi ko'p iste'mol qiladigan jihozni yoqib, hisoblagich ko'rsatkichlariga qaraydi. Agar raqamlar o'zgarmasa, demak nimadir xato va katta ehtimol bilan energiya o'g'irlanmoqda. Suv bilan ham xuddi shunday. Jo'mrak ochiladi, hisoblagichni aylanish tezligi tekshiriladi. Agar u keragidan past bo'lsa, bu tekshirish uchun asos bo'ladi. Buning oqibati qanday? Jarimalar va ularning miqdori kichik emas. Odatda summa o'rtacha oylik iste'molni ma'lum bir davrga ko'paytirilganidan kelib chiqib hisoblanadi. Bundan tashqari, hisoblagichlarni o'z hisobingizdan almashtirishga majbur qilishlari mumkin. Bunday holatga yo'l qo'ymaslik uchun biz faqat sertifikatlangan va to'lov amalga oshirilgan SIM karta hisoblagichlarni xarid qilishni tavsiya qilamiz. Bizni do'konimizga keling. Hisoblagichlarimiz sizga ortiqcha tashvish tug'dirmaydi. Hisoblagichmi? Unda faqat счетчик.